Kechagina bo'lgan voqea. Oldimga yoshgina yigitcha keldi, ko'zlaridan o't chaqnab. Ko'rinib turibdi, juda ham yaxshi, samimiy bola. Aka, sizni anchadan beri kuzataman, ishlaringiz menga rosa yoqadi. Shu sohani juda ham yaxshi ko'raman. Menga o'rgating, ustoz bo'ling dedi. Bo'ldi, o'rgataman ukam dedim. Ba'zi hunarni o'zimiz bilan olib keta olmaymiz-ku. Qachondan kelasan ishga ketsam? Ertadan kelsam maylimi dedi. Mayli, kelib qoldim. Faqat ukajonim dedim, tartib-qoida bilan tanishib olganing yaxshi dedim. Har bir joyi o'ziga yarasha qonun qoidasi bor dedim. Ishga o'z vaqtida kelasan, o'z vaqtida ketasan. Haftada bir kun dam olasan. To'satdan yig'inim chiqib qoldi, challarim chiqib qoldi, tug'ilgan kunga borishim kerak deb bahona qilib ish qoldirmaysan. To'g'ri keladimi senga desam, o'ylanib qoldi-da. Nima bo'ldi ukam? Arzimagan mana shu bahonalarni yengib o'ta olmaysanmi desam, aka dedi, men kelsa har kun ishlayman dedi. Adamda ozgina xarakter bor dedi. Nima xarakter? Hunar o'rganishingga qarshiman desam, qarshi emaslar, shu ishga ketayotgan joyimda to'xta bo'lgan ekinlarni sug'organ, yer chopgan. Men bu ish qil, bu ish qilgan deb ish buyurib qoladilar. Agar etganlarni qilmasam, ming'ir-sing'ir qilalarda asablarni buziladi. Keyin men ham asabim buziladi. O'shanisi bor-da, aka dedi. To'g'risi o'ylab qoldim. Ukamdan meni xafa bo'lmadim. To'g'risi bizda baribir tartib-qoida bor, reja bor. Shunga qarab ish qilishim kerak. Agar men aytayotgan shartlarni bajara olsang, kelur dedim. O'sha bola kelmadi, ishonasizlar. Men nima demoqchiman? Bu video asosan shu ota-onalarga atalgan. Sizlar farzandinglarni ertaga mard, jasur, bir so'zli, mas'uliyatli, juda ham bir haqiqiy erkak qilib tarbiya qilmoqchimisizlar yo lahmach qilib, bir landavur qilib tarbiya qilmoqchimisizlar? Ozgina o'ylab ko'ringlar. Chunki juda ko'p mana shu bolalarni ko'raman. Otasi to'satdan, bugun ishga bormaysan, challariga borasan, pataxaga borasan, to'yga borasan, ko'nakarga borasan, kelin salonga borasan. Hayotda to'g'ri muhim javhalari bor, muhim bo'lmagan javhalari bor-da. Kerak bo'lmagan narsalarga farzandlarni ishdan qoldirib, fokusini buzib, ularni landavur qilib tarbiya qilishyapti. Aksariyat ota-onalar shunaqa. Bizning o'zbek xonadonlarida unaqa bo'lmaydi, iltimos. Mana shu farzandinglar ertaga sizlarni yaxshi yomon kuninglarda tepanglarda turadi, sizlarni boqadi. Ertaga sizlardan izdosh bo'lib qoladi. O'zingizlardan keyin kimni qoldirmoqsizlar? Lahmajlarni qoldirasizlarmi yo mard, jasur, bir so'zli, mas'uliyatli, qat'iyatli bolalarni qoldirasizlarmi? Juda ko'p ko'ramiz bunaqalarni. Haligacha bir hayotda nimadir natijaga erisha olmayapti-da, mas'uliyatsiz bo'lib katta bo'lganda, ertaga kimga o'xshadingsan? Senga shunaqa tarbiya berganmidim deb ayblashni bilishadi. Aybdor qidirmaylar, shunchaki o'zingizlar fikrlab ko'ringlar. To'g'ri tarbiya beryapsizlarmi yo noto'g'ri tarbiya beryapsizlarmi?